أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب البيع الفاسد biz yuqorqi darsda bay' sahih, xiyarat, bay' talji'a va shunga aloqador ahkamlarni bayon qilib o'tgan. So'dininki to'g'risini bir bayon qilib o'tib, fiqh kitoblarda. Undan keyin ondan shariat cheklagan so'zlarni ikkinchi qatimda bayon qildi. Al-bay' al-fasid, fasid degan bu fiqh atalg'i davomli uchraydi. As-sahih el-fasid yoki el-batil mushtarikida. Aslida Alloh taolo mo'minlarni halol, pok rizq talab qilishga, boshqalarning haqqini olmaslikka buyurgan. Ham to'g'ri savdo qilgan vaqtimizda shariat ko'rsatgan bo'yicha bo'ldi. Bizning bu tovar almashtirish, kunlik turmushning ehtiyojimiz qamdiladi, maqsad adolatlangan. Agar shariat ko'rsatmasiga udilganmay qolsa, garchi bizning ehtiyojimiz qamdalgan taqdirda buni bir xil buzuqlik, bir chataqlik, bir mushkula bo'ladi. Ba'zi ahvollarda bu yengilroq, ba'zida og'irroq bo'ladi. Og'ir bo'lgan ahvolda masalan ruknida yoki tovar yoki shartlarda kasal chiqib qolgan chog'da botil bo'lib ketishi mumkin. Yengilroq qo'shimcha tava qiladigan sifatlarda kasal chiqib qolsa fasid bo'lishi mumkin. Lekin endi biz muomala ishlarda, masalan namoz ibodatida makruh bo'lib qolamdiki yoki sal chataq chiqib qolamdiki, sayyisaliklarga buni ko'ngil bo'lmaymiz, shunami? Lekin muomala ishlarda u darajada ko'ngil bo'lishi yo'q. Tijoratchilar ugunib amal qilishda u darajada ko'ngil bo'lib ketmaydi. Hatta biz taliblarni onu namaz ahkamlarını bilib ketmemiz. Aslida bunu shunda bilish lozim. Chunki bunda agar xatolik qilsa qolgan taqdirda akli amwalin nas bil batil va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil deb cheklama bo'lgan ekan, bu intayin bir xatarlik ahvol. Hozirgi ilm satimishlarda kishilar buni parvo qilmaydigan, aram doira kirib ketaveradigan, uni hukmini bilishni qiziqib ketmaydigan shuna bo'lib ketdi. Lekin bizning vazifamiz shu, buni hukmini davomli o'rganib, boshqalarga yetkazib va ogohlantirib turish majburiyatimiz. Ba'zi savdolarni so'raydi masalan, buni hukmi nima o'zi? Shariat cheklangan. Voy Dubaydimi, Saudiarabistondimi, hamma qilib degan qovni nima bakanmaka aram bo'lamdi bu. Shariat aram Dubayda qilsin, boshqada qilsin. Bundan keyin bay'al fasid desak, fasid, fasad degan shunda bir so'z bo'lganidan bu shariatga muxolif bo'lgan bir muomala ekan. Agar sharkat bo'lsa, masalan bir ma'lum bir ibodat bir narsa bo'lsa, bu fasid bo'lishi mumkin. Namoz mana as-salatu fasida yoki batila deymiz. Haj udan qilib ketib turiblam, tahallulda birin jima qilsa fasad al-haj. Haj fasid bo'lib ketdi deymiz. Ani muomala ishlardimi şeriatning ko'rsatib uyg'un kelmagan holda bu muomala to'xtam buzuq holatda bo'lib qoladi. Undan keyin bu shariat ko'zlagan maqsad bo'yicha bandaning maqsadini ado qiladigan bir to'xtam bo'lib qolsa, bu jihatdan sahih bo'ldi. Shariatning ko'rsatgan xilof bo'lsa, sahih emas bo'ldi. Sahih va sahih emas deb ikkiga aytdilar. Nima? Yani sahih emas şu, bizden ehtiyacımızı qamdaydi. Tovar almashtiramiz, bir narsa sotamiz, ehtiyacimiz qamdaydi, lekin shariat ashuniki ma'lum bir sifat, ma'lum bir ahvol qarta chekilib qo'ygan bo'lg'achqa, aşı bir chataq ashuni tepilib qolgan ekan, bu sahih emas bo'ldi. Sahih aqdini lazim va joiz deb ayirish bor. Lazim deganimiz ikki tarafning birisi bekor qilib yanılmaydigan gap. Jaiz degan har ikkita yenivasi bo'ladigan, bekor qilib turadigan gap.
sahih emas to'xtamninki türleri var. Bunu bilish intayin muhim. Bu atalgı meselelerdə yani bir mezhep jinsiga ayrılgan bo'lg'achqa buni bundan bilish lazım. Yani bir mezhepning qarashida sahih emas bo'lgan savdo to'xtamlar ikkiga ayrıldı. Batıl, fasid. Batıl deganimiz bunun asli arkanlardan, asas işlerden birisi de kaşa çıkan olsa, şeriat xilaf olan olsa batıl. Tigidin bu bika yok hesapta. Yani bir mezhepte bunu batılına ma la yushra'u bi aslihi ve la vasfihi deydi. Yani ikinci türe, yani sahih emas to'xtamdan ikinci türe, yani bir mezhepte fasid. Bu savdoning asli arkanları joyida, lekin ma'lum sifat çatak bo'lganlikdan buzilib ketgan deymiz. Bu meşru'a bi aslihi la bi vasfihi nasıllar. Hem cumhur ulemalar bunun fasid ve batıl degan istilahını işletidi. Lekin Hanifi mezhep bilan bo'lgan farqi Hanifi mezhep ve cumhur ulemalar hammasi ibadet doirasida fasid deb qalsa batıllar o'xshashmaydi. Mutaradif. İbadet buzilib ketdi desa shu batıl bo'lib, bekor bo'lib ketdi butun. Faqat haj bilan azroq farqi bor. Boshqasidan o'xshash. Nima uchun ibodatga o'xshash? Chunki ibodat degan to'liq bo'ysunishdan iborat. Bundan kichikgina ma'lum bir sifat, ma'lum bir hay'at shaklida bo'ysunmay qolsa bu bekor bo'lib ketib qoldi. Haj fasid bo'lib ketsa, oyog'ini davomlashtirib qiladigan, oyoq ishtiradigan ahvol bor. Hajning bir xususiyati bor. Lekin bundan başqalarida fasid bo'ldi, bekor bo'ldi, batıl bo'lib ketdi. Bundan keyin cumhur ibodat olsun, muomalat olsun, fasid atalg'usini batıl bilan o'xshash ma'noda ishlatadi. Yani bir mezhep ibodatda batıl degan ma'noda ishlatib, muomalatda batıldan farqli ishlatadi. Osh muomalaning tabiatiga qarang. Tabiatida bunun kaşıl nerede hazır? Asas erkanladı mı? Ya ki bunun ma'lum bir sifatte yengilerek bir çetişlik ahvalı bulup kaldı mı? Mesela aslında dediğimiz mebiyanın özünde kaşılı var mesela. Bey'al meyte vel hamr. Desek mağazada mebiya diyor asas neyse. Karısak şeriat bunun setişini çekligen. Tamenel hamr vel meyte. Şuna ama vel khinzir da bunun inek çekligen boğanırken mağazada tükedin bekar ediyoruz. İkincisi bu kaşılsal yengilerek bu ahval. Mesela halal bir narsani so'zlashdik, bir soatni ya ashlikni so'zlashdik, hamma ish joyida bo'ldi, lekin beradigan pul qizna ma'lum. O'shancha kuniki pul beramlar degandek sonini demay, miqdorini demay bir nima qilgan bo'lsa, bu jahala. Yak tovarni o'zida masalan, mush ashlikni da necha kilo kelishini uqmay, qancha chiqsin shu tağanın sizge aslında tam so'zlashga ahvolda bu jahala. Agar jahala az miqdorda bo'lib qolsa, talash-tashvish ilib bo'lmagan bo'lsa, mayli chatoq yo'q. Chatoq yengil bir ko'z yummas. Agar jahala kabira ular keyin oziqqa yaqinmaqidan tutib ketgan, talash-tashvish chiqadigan bo'lsa, bu chatoq fasid deymiz. Lekin aslida tovar bor, halol, pul bor, aqidayn bor, as-siga bor, hammasi bor, lekin ashun sifatlardan birisida bir noma'lumlik bo'lib qolsa, bu fasid bo'ldi. Nonki o'sha nahiyning ig'ir yengilligiga va ashuni kashining ig'ir yengilligi taraf Hanifi mazhab ikkini ayiradi. Bu aslida usuliy bir qoida ko'rib taqilib, usul ulemalari shariatda bir cheklanib kelgan bo'lsa, ma'ni qilma deb aş işni qilsa zada shunda butunlay inovatsiz yoki unda qilishning da mumkin bo'lmaydiganligi yoki kuchga ega emasligini bildiramdi degan masalada ixtilof bor. Usuliy jihat. Ya'ni hal nahy yaqtadi fasad al manhi anhu degan masala. Bunda ixtilof bor. Nima uchun desa, shariatning nahylarimi o'xshash darajada emas hammasi. Daraja bo'lgandan keyin ba'zi qarasa muxolifa qilish ig'ir bo'ldi, ba'zida yengil bo'ldi.
Yengil olgandan keyin onu ko'zim buni hisob deyitile deydigan ish chiqdi. Bunda olgandan keyin shu usul ulamolarmi buni 5-6 xil mazhabga ayrilib ketgan. Hanafi mazhabiniki qarashida an-nahy la yaqtadil fasad illa idza 'ada an-nahyu ila al-'ayn lal wasf. Muhim ruknida chetishib qolsa yaqtadil fasad. Ama yengilrek süpetlige karta, yengilrek tarafları karta nahi kelgan bolsa la yaqtadil fasad. Mesela beğenmeyte desek bunun aslı setişlik desek el-mebi' şunama setişlik desek bu beya batıl. Yani en-nahy yedullu alel fasad demek. Yani müşabir çekim geldi tapni, arakni, khinzirni satmanlar degandek ha. Şunun puli haram degandek bir çekim kelgan bolsa qarasak beğenmeyte bu ahvalda şu adın nahyilel ayn deymiz. Şu çağda bey batıl deymiz. Eğer biraz süpetke çetişlik qilib qalsa mesela İdan diyeli salat min yawmil cum'ati fas'au ila zikrillah ve darul bay' cumaga azan to'lg'an chaqda so'z qilmalar degan bir cheklim keldi. Bu so'z sotishning arkanlariga munosabatsiz. Sotilgan tovar halol, savdolashuvchilar buni salohiyati to'liq, sig'a joyida, pul joyida, hammasi joyida. Faqat bu savdo qachon bo'lib qoldi? Azan chiqqan chaqda bo'lib qolgan savdo. Ma'lum bir sifat yoki uning tava bir ish, uningdan sirt bir ishda bir kashili ko'rilgandan keyin bu la yaqtadil fasad. Bu savdo fasid bo'lib ketmaydi, batil bo'lib ketmaydi. Fasid olmasa, batil olmasa bo'ldi, makruh bo'ldi degan deymiz. Yoki makruhni qatar fasidning qatoriga tiqildi. So'zsiz savdo lekin buni davomli Yani aram ishni qilgan bo'ldi. Bu texama kitobdagi tafsilotda chiqdi. Ularga Hanafi mazhabda muomalat doirasida fasid bilan botilni ayirdi. Bu ayirishninki bu furuatda farqli ko'rildi. Natija u ham bo'lib ketdi. Ana o'sha aqd fasid yoki aqd botil deyli. Şeriat çeklengen halatta bir toxtamlashish, so'dlashish, bir ishni qilish haram. Bunun haramligida, yani mush so'diga sen qadam qo'yib, munda bir so'dini qilishing, bunda bir to'xtamni qilishing haram. Bunda ulamolar hammasi ittifoq. Yani bir mazhab bo'lsin, boshqa bo'lsin, hammasi ittifoq. Yani qadam qo'yib bo'lgan ahvolda qanday qilish lozim? Buni bika qilib o'tish lozim. Yandirib o'tish lozim. Çünkü bu günah olduğun ve çatak bulduğun bir nimede davamlaşıp yani işkiler menvesi bulmaydı. Buna da ittifak var. Bundan sonra şu ulemanın bu atalılığında ayrışta paraklandırırsın hemmesi gidek fasid, batıl muamele kılış haram. Buna kadem koyaş haram. Kadem koyup sağsa bilmeyi kılıp ya bilip bunu yeniş lazım, çıkış lazım. Dep koyayım. Mesela birisi bilib ya bilmay aqd fasiddan birini qildi. Bir tillarni ikki tillarga almashtirdi. Hanafi mazhabda bu aqd fasid. Qanday qildi? Bir tilla bergan bo'lsa, bir tillasini qo'li qaytarilib, ikki tillarni yandirib qo'ygan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazreti Bilal nacharroq qavmining ikki sağa Hayber'den isim ufağının bir sahne almıştığı vaxtıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musoduna tortamagan. Bazı rivayette ruddu ve bi'u tamrana hada thumma ishtaru deb manda kelgan. Bizninkine pul setib, andan pul setilanlar. Lekin bir sağ bir ikki sağ manda almışsanız bo'lmaydi degan. Yani bir rivayette awwah hada aynur riba degan. Bu jazoni o'rniga degan. Rasulullah ruddu dedi ma qaytirtinglar degandan mo'sha qilib qolgan chatoq so'zini yandirish lozim. Qaytirish lozim. Bu chaqda qaytirsak nima bo'ldi? Fasx bo'ldi. Ha? Iqola bo'lmaydi. Mana fasx deymiz. Segidan bekor qilib o'tish. Lekin birisi ko'ngli ma'niyolab qilib yandirib pasho iqola degan bo'ldi. İmam İbn Rushd
Bidayetul Müctehid'de şunda diyen İttefakal fukaha ala ennel buyu'al faside İza vaka'at ve lem tefut bi ihdâthi akdin fiha أو نماء أو نقصان أو حوالة سوق أن حكمها الرد يعني أن يرد البائع الثمن والمشتري المثمون. Bu yol fasidi bo'lgan chaqda tovarni ilib, buni ishlatadigan, qo'ldan chiqaradigan, yeb, ichib, kiyib, tutadiganlar bo'lsa, aynan shu tovar aynan bo'lgan bo'lsa, bu ahvolda tovarni egasi qaytarib o'tib, pulni qaytarib o'tish lozim deganda ulamolar ittifoq. Bu bek muhim nuqta. Bunda qarab Hanafi mazhab mayli davrda o'xshaydi deb bunda o'ylab qolish mumkin. Hanafi mazhab mo shu jumhurga o'xshash, bunda aqd fasidni qilish harom. Bo'lgandan keyin buni bika qilitish lozim, chiqitish lozim bundan deb qaraydi. Bundan keyin bay'il fasid qilgan holda ikki nuqtada muhim ko'rsatma bor. Birisi oyat hadislarda cheklama kelgan bo'lg'achqa buni qadam qo'ymaysa degan bir. Mujda so'zini qilmagan. İkincisi, qilsam gunohkor bo'lsa, harom ishni qilsa, ani qo'langa topshirib olgan tovar ya pulmi bu milk xabis bo'lib qoladi. Buni qaytarib o'tish lozim. Jumhur ulamolar tovarni qo'lga topshirib olgan bo'lsa-mu, bu tovarga bu odam egilmaydi deydi. Mesela telefonu aldı, pul sana berganlar bu telefon sınır emas. Aziz xalqning telefonini ishlatib olgandek bo'lsa deydi. Kelg'asb masalan. Boshqalarning o'g'illab bulab-talab ishlatib olgandek bo'lsa, ma ig'ir ahvol. Yani bir mazhabda qo'lga topshirib olgandan keyin ig'dochiligi isbotlanadi deydi. Lekin ig'dochilik isbotlansa qanday bo'ldi? Milk xabis isbotlandi. Doim bu qaytarib o'tish lozim. Qaytarib o'tmay davomlashtirib qolsam, Allohning shariatiga qarshi chiqqan bo'lsa, ma'mu ig'ir ahvol. Faqatlam hajda, haj umrida hajni qilib o'tib buzilib ketib qolsa, haj fasad al-haj deb qolsa, hajni fasid qilayotgan ahvolni biz dedik masalan jimo bilan buzib o'tdi desak, buzib ketdi deb to'xtab qolsam bo'lmaydi. Oyoq qadar chiqirdi. Istimror degan bir nima. Lekin mas'ulchi buzib ketib qolsa, istimror degan narsa. Qancha to'xtaysan va qaytarib o'tsan, bu narsa asliga qaytarsan. Fasid nikahmi? Uni bekor qilib o'tamiz. Lekin masalan birga bo'lgan bo'lsa, vaqti bir shubha degandek nima qilish mumkin. Hatto masalan jumhur ulamolar fasid bilan botilni ayirmaymiz dedi. Lekin nikah kelgan chaqda nikah fasidini deb ayiradi. Buningda nima ko'ra olamiz? Mushunda ayirishning foydali ekanligini, munosib ekanligini bila olamiz. Ana Shafiy mazhab va boshqa mazhablar jumhur fasid botil deb ayirmaymiz. Shu fasid degan botil degan fasid, muomalat bo'lsin, ibodat bo'lsin deydigan. Lekin Hanafi mazhab yo'q, buni ayirmaymiz. Farqi bor dedi. Endi jumhur nikah kelgan chaqda ba'zi bir tafsilot kelgan chaqda Hanafi mazhab degan kelmay shariyo. Bundan shu ayrishninki ma'lum asosi bor. Nima uchun asosi bor desa, ba'zida cheklama degan gunohlab qoldi deblam cheklama kelgan bo'lishi mumkin. Ma'ni qilma, gunohkor bo'lsa deb. Yana ba'zi nahiy kelgan bo'lishi mumkin, tigidin bikada. Bundan keyin ikkisini ashtarafdan ayırmış. Çünkü muamalatimizda ikkisini ayirishning asosi muomalat degan masalihul ibadga bakrak chetishlar. Kishining ehtiyoji, tovarni almashtirish, so'z sotib, ilm sotib ehtiyojiga chetishlar. Lekin ibodat Alloh taolo qulchilik qilish bir xillan. Masalan muomalatda yo'q narsani sotib qolsa, bay'al ma'dum deymiz. O maslahatul ibad vücut çıkamdı. Vücut çıkmaydı. Bazı nan alıp yemekçi. Yok nanını sorularsa onu koskam toymaydı ki. Maksat adavmaydı. Lekin maksat adavlap kaldığın halette bir sodosçu onun farkı var. Bunun farkı var. Lekin şeriat bendilerinin maksat adavladığın şekilde ayında bir sod boğan bolsa mı
Bunu manda qilmanglar degan bo'lsa, buni bir kashilyapti. Endi biz qanday qilamiz? Ash kashilni, chataqni o'ngishtirsak to'g'ri bo'ldi. O'ngishmasak hemen joyiga endirib o'tamiz. O'ngshiq bo'lmaydigan yoki o'tib ketib qolgan bo'lsa, bo'ldi ketdi deyib o'tamiz. Masalan, nonni shunda ma'lum shaklda setilib, aqdi fasid bo'ldi emas. Jaholat tamam degandek bir ish bo'lar. Nechpul so'zlashdan bu nondan yeyapti. Endi bu fasid desak, qanday qildim? Nonni qaytirib berib bo'lmaydi. O'chadan bo'ldi ketdi deyib ishlar. Ammo ibodat uchun ibodatda fasid bilan batil bir ma'nodadir. Nima uchun desa, bu ikki jildizga chetishlar, buni kashil chiqsa, chatoq chiqdi deymiz. Bu to'liq bo'ysunish bo'lmadi deymiz. Beyal batılın misali, mesela beyal khamr vel khinzir dedik, beyal ma'dum, mesela la tabi' ma leysa indek degandek nahiylige ulkagan. Bunun türleri cep. Lakin birer misalımızda beyal mayta, vel khamr vel khinzir, beyal ma'dum, aşular misalları. Beyal fasidinin misalları beyal mechul mesela. Qanchalik chiqishini bilmaydigan bir narsa, shunda alam, so'zlashdik degandek bir ahvollar bo'lib qolsa, yoki masalan mashinamdan birini satdim sizga, telefonimdan birini satdim, uyamdan birini satdim dedi. Qanday uy? Qanday telefon o? Noma'lumlik bor. Bu befasid bo'ldi. Agar farq nayt azalab qolsa, noma'lumlik bek azalab qolsa, fasid bo'lmaydi, mayli deymiz. Tavizdan birisini 20 koy desa, bunun birisidan sen çok küçük çıkıyor. Tuxummu şunda mayli deydi. Cehala esira bo'lgan. Mesela şu pul noma'lum bo'lib qolsa, bu fasid bo'lib ketadi. Nech pulga og'irlikni qilmay, mana pishki pul satamlar, satdimsa, befasid. Nech pulga emas. Ba'zan masalan turli pullarni ishlatgan bo'lsa, dollar, riyal, euro ishlatgan bo'lsa masalan, manchiga satamlar desa, qaysiqni qo'llanmay qolsa, bu chog'da fasid. Yana ma'lum bir shartga muallaq qilib qo'ysa yoki kelajaklik bir zamonga bog'lab qo'ysa, imtihon tugaganda satdim, 10 vaqtida satdim sizga degandek masalan, bu fasid bo'lib ketadi. Endi mana hozirda jinsiy bir nuqta var yana. El-bay' g'ayri sahihni ikkiga bo'ldi dedik. Fasid va batil. Ham uchinchi bir turi var. Bu makruh yoki haram. Bu fasid batil emas, makruh deb ataydigan bir tur. Buni ko'pincha ulamolar shu fasid dairasiga kirgizdi. Mulhaq hisobida qo'shimcha. Ayrim bir tur qilmay şu ikinci türgülen fasidga, mesela biz bayatın misal qilgandek, jumaga azan to'lgan chog'da so'zsat qilish haram, yani makruh tahriman. Lekin bunun fasid demak makruh tahriman deb qolsa farqman bo'ldi. Fasidda tovar yoki kirim, qulluq topshirib olgan narsa mülk habis oldu, mülke kirdi desek. Mekruh deb qalsa, yani mekruh tahriman haram deb qalsa, jumaga azan to'lgan chog'da so'zsat qilsa, olgan narsa masalan, non olgan bo'lsa yesa halol. Habis emas. Satqıchi do'konchidan puli uningga halol, chataq yo'q. Lekin mushunda bir soatda, munda bir paytda savdo qilganlik tarafidan gunohkor bo'lding. Lekin fasid uchun kirim chataq ashbarq bor. Lekin buni ayrim turqinmay bel fasid qatorida sanat. Yo'q, ba'zida bel fasid desa, ba'zida bel makruh tahriman deydi. Uch tur desak, shunda ayrimiz, bu misol 3-turni makruh tahrimanni fasidning qatorida tutamiz. Makruh arab az ibarada davlatga nisbatan belgilangan. Mushu to'xtamga berilgan. Mushunda so'zsat qilish haram. Lekin setvoqchining oshnasini jumaga azan chiqqancha setish haram, do'konchining setish haram. Lekin a setvoqan nancho hisoblab. Yana masalan, araq zavodiga uzum setish,
adam o'ttirgan bir qotilga qurol satash degandek bunda sanab kelsak jiqin. Mushumi shu turga kirib ketdi. Ben tushuntiramda meşru bi aslihi ve vasfihi. Ha? Lekin başka bir taraftan, xorijiy taraftan bir cheklimga udil kelib qoldi deymiz. Qala ve ennehu yufidul milka bil qabd. Beyan fasid sodista setvagichi tovarni qo'liga topshirib olib qo'ygan bo'lsa, baş tovar setvagichining mulkiga kirib ketadi. Mulki kirdi, lekin xabis kirdi. Ha? Tayyib emas, xabis kirdi deydi. Lekin mulki bo'lsa mulki. Be sahih olganda oldi, a tovar qachon qo'lga kirib mulkiga kirib oldi? Bi mujarradil ijab vel qabul. Aldım, sattım deyişi lafzdan chiqishilar a tovar setvagichining mulki bo'lib qoldi. Lekin Belfastda qo'lga topshirib olgandan keyin andin ama mulki bo'ldi. Nailaj deymiz yani buni. Aslida mulki bo'ldi digimiz yo'q. Bu bekor olib ketsa bo'ldi, cho'l soldi, qaytirib etsak bo'ldi deb bunda buni muhimdimay bunda turibmiz. Oxiri bu tovar qo'lga tushib qolgandan keyin yani bu almashtirish demasa bo'lib qoldi. Yani savdo degan narsa bu vujudga chiqib qolgandek bir ahvol deb mulk bo'ldi deymiz. Lekin mulk bo'lgan taqdirda bu mulk xabis, chataq bu. O'z iste'mol qilib foydalansa bo'lmaydi deydi. Undan keyin qo'lga topshirib olganga qadar savdo degan narsa mavjud emas deymiz. Biz e'tirof qilmaymiz o'sha. Endi qo'lga tovarni topshirib olgandan keyin savdo bo'ldimi-yo'q degan masalada ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Hanifi mazhabining qarashida maktab bayon qilgani yufidul mulka bil qabd. Tovarni qo'lga olgandan keyin bu savdo vujudga chiqdi. Bu tovar setvagichining bo'ldi deymiz. Nima uchun? Ve almashtirish degan narsa vujudga chiqdimi? Vujudga chiqdi. Bu almashtirichning salohiyati, ahliyati bormi yo'qmi? Bor. Siga va kazalar joiz bo'ldi. Bundan keyin bu yerda so'z bo'ldi. Bu yerdagi chataq so'zining asli arkanlarda emas, uningga tava bo'lib kelgan bir narsada, bir vasfda chataq chiqdi deymiz. Shafiy mazhabi va Hanbali mazhablar la yufidul mulk. Ay batilla o'xshaydi bu e'tirof qilmaydi, nolga tang'amasa. Bu tovar sening emas, u pul mening emas, bu so'z joyiga qaytish lozimdir. Maliki mazhablar ayrıydı. Ay tovarni ishlatib, yo'q qo'ldan iste'mol qilib, qo'l yo'q bo'lsa bo'ldimda, ashuni bo'lib ketgan deb turamiz. Agar bog'liq qilib qaytirsa, Hanefi mazhabning mush qarashini İmam Ibn Taymiye tercih qilgan. Hanbali mazhabning qarashini tashlatib, bu İmam Ahmadning kaga aziz bir rivoyat, lekin İmam Ibn Taymiye tercih qilgan qarash. Ya'ni yufidul mulka fil qabd. Qo'l tashib olgan keyin so'z bo'ldi deymiz. Mushu mulk bo'ldi. Lekin qanday mulk? Tayyib mulk emas, xabis mulk bo'ldi. Buni qo'ldan chiqarib tishing lozim deymiz. Xabis mulk. Qala ve yujibul qiyma. Mush bayl fasid bo'ldi. Bayl fasid bo'lgandan keyin bu yerda bir bahani tilga olgan bo'ladi. Manchi pulga deyishganlama so'zlashgancha. Bir baha bor. Lekin bu fasid bo'lib ketgandan keyin bu baha hozir bekor bo'lib ketgan. Bu bahani biz e'tirof qilmadik. Ahvol bo'ldi. Chunki bu savdo qiluvchilarningki maqsadi bitta. Savdo qilishda, almashtirishda. Lekin qanday almashtirish? O'sha tovarning qimmatini elib ya berib almashtirishda deydi. Bundan keyin o'sha yerda bir kashil chiqqandan keyin shu savdoni bekor qilamiz degan vaqtimizda qaytiradi. Savdo bekor degan vaqtimizda shu pulni o'zini oladi. Ama o tovarni oladi, har ikkisi yo'lga ketdi.
Lekin tovarni ishiltib bo'ldi, qo'ldan chiqib qoldi. Keyin buni qaytu deb qalsak, nimani qaytirish lozim? Qimmatini qaytirdi. Shu so'rlashgan kundagi qimmatini qaytirdi. Mana diqqat qilishingiz kerak. Ay tovar sotuvchi qo'lda hozir xuddi bir omonatdek holatda yoki g'asbni qilgandek holatda. Tovarni qaytirishda tovar o'zi bo'lsa o'zini qaytadi. O'zi bo'lmay o'xshab qolsa o'xshini qaytadi. O'xshi bo'lmasa qimmatini qaytirdi. Qani qarashtirib pulni qaytirdi, shunami? Pulni qaytirdi. Mana shu tartib bo'yicha ya qaysini bo'lib Ya tartib qo'yishildi. Masalan bir telefonni sodlashgan bo'lsa bayafasi. Telefon hozir. Ben birisi soğusulan kulağımdan çıkartken bo'lsa, bu telefon yok. Telefonun o'xshi. iPhone 5, iPhone 5'imizin bazarda yenisini öpərsək oldu. iPhone 5 adı fakat yok bazarda. Qanday qilmayız? Xalqning qo'lida hech pul so'rashayotgan enda bo'lsa, şunun pul istimirdan gel. Masalan biz so'rlashgan chaqda $1000 so'rashibdik. Lekin buni qaytirishimizni bazardagi qimmati $1000 emas ekan, $500 ekan, ya $1500 ekan. Bu chaqda qimmatiga verib to'xtalgan gap. Biz so'rlashgan bahoga to'xtalmaymiz. Masala shunda. Masalan, ash tovarni befasda holatda qo'liga topshirib oldima, olgandan keyin bu mulki bo'lib ketdi. Bu qaytirish lozim. Qaytirish desa bu telefonni qo'ldan chiqarib etgan yo'q. Undan keyin buni qimmatini to'laydi. Agar o'xshulab qolsa, o'xshini to'laydi, ash qimmatini. O'xshi bo'lmasa, bazardagi nesh pul bo'layotgan birdan bo'lsa, bir baho bo'lsa bazarda, shu baho bo'yicha to'laydi. Masalan, bir kiyimni sotib oldi $100 ga. O kiyimni kiyib yo eskitibdi yoki bizga sovg'a qilibdi. Yo'q endi. Buni to'laydi. Lekin bu olgan chaqda $100 ga azon atgan bazarda $150 kiyim ekan bu. Bu chaqda $100 to'lamdi, $150 mi? $150 bazar narx to'laydi. Sattı adam, bana $150 verirseniz de islayen. Av yok, bana $100 vergensin mi? Kımmetin töleysizdir. Değişken, soruşkan bahane emez. Xuddi bu, birisinin kiyimini elip, kiyip gizletkenlikle eş, birisininki telefonunu çakalatkenlikle eş. Kımmetin töleyden gel. Çıkının farkı şu. Yani bu damanın mutlafat dairesiga kirgizibdi. Ana Hanefi mazhabda şu qabdulan mulk isbotlanadi dedi-ku. Bunda bulash uchun sharti bor. Qo'lga topshirib oldi, lekin qanday topshirib oldi? Mana bi amril bai'i sarihan aw dilalatan. Shu sotuvchining ruxsati bilan topshirib olgan bo'lsa, endi ruxsat bo'lsa, mana asla akasi pulni mana asl degan bo'lsin. Yoki sotdim deb pulni sanab o'ylab, u odam birini ko'tarib ketayotgan gap qilmay qarab turgan bo'lsin. Dalalatan, bunda bo'lsin, sukut alomati rido deb, undan turgan bo'lsin, ruxsat qilgan bo'lishi lozim. Lekin ruxsat qilmagan ahvolda buning xabari yo'qlam, pulni verib boshqa odamni ko'tarib ketgan bo'lsa, bo'lmaydi. Bu uning mulki emas, mulkiga kirmaydi dedi. Masalan, ba'zisi do'konda yonqinni sotmaslik mumkin, avrishkini, do'kon tizib qo'ygan. Ambada eksportdan buni ko'tarib ketsangiz, akalarni deyish mumkin. O chog'da qulam qabdiq bo'ldim, men bu deb tura olmayman. Yo'q, men berganni olasiz. Nega mishada iznil bay' degan bir nuqta bor. Ma yanqil buni akatmislar, ambada eksportma desa, ruxsat qilmagan. Uni akatib qolsam, o mulki bo'lmaydi. Allah do'konchi bay'ada qarab turib, uni ruxsat qilmani asildimidi yoki to'smidi shunami? Bu narsalarni ilib kessa, qanday bo'ladi degan masalada Hanefi mazhabda ishqil qarash bor. Mashhur rivoyatda mulki isbotlanmaydi deydi. Imom Muhammad rahimahulloh Ziyodat degan kitobda bayon qilgan qarashda mulk isbotlandi deydi. Hanefi mazhabda shu qarashni tutmoqda. Sahih qarashmi shu. Chunki bu al-ibnu bid-dalala. Bunda ahvol qarasak hamda bir kassan bo'ldi degan lisanul hal shuni da'vat qildi. Mana bi amril bai'i sarihan aw dilalatan. Al-qabd azal shuni mana tovarni qo'liga qanday oldi? Sotuvchi aslida qalta qachirib berdi.
Bu sarihan oldu. Dilaleten mesela nan satayotgan bolsa, ikki nan desa, ikki nandan pulini oldi, satayotgan ikki nanni ko'tarib olib ketdi. Bu asla ya mana demidi. Lekin qarab turgan bolsa dilaleten. Bunda bolsa andın mülk ispatlandi. Lekin mana misla ambalash qurmat deb tursa buni ko'tarib ketsa, la yahbutul mulk. Ma jinish kerak. Kema idza qabadahu fil majlisi ve sakat. Delalaning sharhan. Şu sorunda pulni sanab berdi, saqlagan ekan, ikkinan almoqchidim degan ekan, sanab 10 ko'yni bergan ekan, ikkinanni ko'tarib lam ketdi, u qarab turibdi, bu ruxsat qilgan o'xshash dedi. Hatta yejuzu lahu at-tasarruf fi. Yani bu mülki bo'ldi shinama. Yani mülki bo'lgandan keyin shunga hatta deganimda da shunga mülki bo'lg'achqa yejuzu lahu at-tasarruf fi. Ashini so'z setiq, hadiya, bunda bir ishni qilib tasarruf qila oladi. Diqqat qiling. Yejuzu lahu at-tasarruf fi lal intifa. Lekin o'z shaxsiy bevosita bundan foydalansa bo'lmaydi. Mesela nan aldıma, nanni algan bolsa bu beyal fasidda mulk habis kirdi bu. Nanni yeyisi bo'lmaydi. Qanday qildi? Kambag'alga sadaqa beradi. Ya boshqalarga sovg'at qiladi. Bu odamga o'ziga chataq mulk bo'lgan bilan, boshqalarga chataq bo'lmaydi. Yani buning satdis shu bo'ldi, tasarruf bo'ldi. Satdis bo'ldi, lekin yesam bo'lmaydi dedi. Bu yiyish bilan setishninki her ikkisi aklul mal. Tamam. Wala takulu malal yetim desa, yeyislar buni yo'g'on bo'lmaydi. Shuni elib setib pulni yuvasib o'xshash yo'g'on bo'ldi. Lekin ikkisining o'rtada jinsiga bir farq bor. Bir vosita foydalanishmasa, bunda aylantirib foydalanishimiz bo'lgan ekan, ikkisining farqi bor. Jins tarafdan ayrıydı. Özgür habis olgan narsaning Başkalar habis bulması mümkün. Bazı narsa başkalar habis bulması mümkün. Bu habisinin özü, bu aynı da mesela. Mesela bu çoşku boş emez, meyit de emez. Bu mesela jipek ise, jipekler sıktın bizne ve fasit tuttu. Yani jipek keysanız taksanız bulmaydı. Belirgan olsa takaydıgan bizge soğatılırdı. Hazreti Ömer müşrik karındışıga jipek tonunu bizne diyelim ötkenek mesela. Yak sadaqalardı deyilən məsələn. Biraz əsərlərə yüzü tanımadı da. Şunun oxşaş fərqi buldu. Adamga bevas paylaş haram bo'lgan bilan boshqalarga haram bo'lmasligi mumkin. Farq bor. Orgun binasındaki bu. O ilgisidan ruxsatsiz so'yilgan qo'y. İlgisi kep bo'lguncha xotanning bizni qo'yni tartib tutgan bo'g'izlab go'shtni pishirib kelgan joyi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgandan bu go'sht şu ilgisinden ruhsuz soğan gösterek bir kaçılı varken da bir Cibril haber vergemi bunu mu istesem falan ilgisi kapağız biz açıklam soğaç doğan da mesela buna esirler gibi ötenler gibi bir var. İsraf olabilirsin takmalar. Ya israf olması için, ağlı paydalansı oluğu halal boğallık için. Eğer karşılar ayrılmaklarsa özgürlüğünü kaybolamaydı. Fakat özgürlüğü sıfır üstadlıklarını kasap düşken olsa, o çağı özgürlüğü kaybolamaydı. Hazır kasap özgürlük kalsa veya batıldır. Lekin ispat dolab qalsa fasid oldu. Hani fasid bo'lgandan qo'lga topshirib olib bo'lgan bo'lsa, mulki bo'ldi deymiz. Mulk habis bo'ldi. Mulk habisni sen setyapsan, boshqalarga beryapsan, sadaqa beryapsan, bo'ladi. Bevas paylansan bo'lmaydi. Ash kiyimni sen kiysan, ya tamoqni yeysan bo'lmaydi. Pulisi bu adamı sadaqalaydi. Pulisi o'zi haylaydi. Umu ayında fasid çatıqı bulmay qalsa, aqli sahih olsa, bunun polisi buna qalalıydı. Yani birisiga shunda aqli fasidni yana bizni qilib satgan bo'lsa, o chaqda u pulni habis yegan bo'ldi. Hozir Hanifi mazhabininki İmam Ibn Taymiya tarjihidan qarashida al-mulk fil bay' fasid yatimmu bil qabd. Cumhur ya bu savdo degan narsa yo'q. Bu tovar dükançının tavarı bu. Sen hangi narsa bunu işletiyorgendek buldun. Ekli amval nas bil batil. Yani bazı yatimmu bil qabd dediler. Hazır ya da biz fakat tasarruf fi
setib, hadiya qilib sadaqa esa joiz bo'ldi. Bevosita o'zi ishlatsa joiz bo'lmaydi degan Hanafiy mazhab shuni ayirdi deb shuni hisob qildi. İkisinin farkı var mı olsa aylandırıp ekelse farkını bağ qilib chiqirdi. Lekin Hanafiy mazhabına karşı şunu asab buldular. Hanafiy mazhab bu ikki narsani ayirdi. Hatta yejuzu lahu tasarruf fihi lal intifa'. O'zi ishlasa bo'lmaydi. Nima uchun desa, bu xabis holatda qo'liga chigan bo'ldi. Sadaqa qilib o'tish lozim. Ishlasa bo'lmaydi. Lekin buni setib, buni qo'ldan chiqarsa bo'ldi. Farq shu. Yani nima uchun bu tasarruf qilsa bo'ldi? İşlesi olmayı da ayrıda, muş ayrış nimaga asoslangan desak, şu tovarni qo'liga topshirib olgandan keyin bu mulki bo'ldi. Yani mazhab bo'yicha ma'noda biz mush tovar, mush sotuvchining mulki bo'ldimi? Bo'ldi. Yani mulki bo'lgandan keyin sotilmaydigan shulamdi. O'zining mulkini sota oladi, hadiya qila oladi, sadaqa bera oladi. Bundan keyin mushu qilgan tasarruflar kuchga ega. So'z satiq, hiba, sadaqa, rahm, ijara hammasi kuchga ega deydi. Bu biraz foydalanishdan qutqizib qo'ydi odam. Bu aylanib foydalandi, lekin biraz foydalanmadi. Ana Hanafiy mazhabda ba'zi ulamolar buni boshqacha tarif qilganlar bor. Ya'ni ixtilof bor mazhabning o'zida. Yani mushu ishlar, tasarrufat, yani mushu tovarni qo'ldan chiqarib o'tish. Bu masalan sadaqa olsa savob berishman degandek bir uning bir badali kirdi-ku. Satsa pul kirdi, ijara olsa pul kirdi. Hadiya olsa uning qarshiligida adamgarchilik, minnatdor bo'ldi. Mushunda narsa bir foydalanish bo'ldimi? Foydalanish bo'lgankan, mushunda tasarrufat qilishing makruh. Günahkar olsun şunu. Yani aylanıp sana bunun bedeli kirgen buldu. Sen yani faydalangandak buldun deydi. Yani bu mezhepte yani şunda aylanın vakası doğru karışıra bu işin mekruh. Yani bu mu bütünlüğü %100 sağlam işemez lazım. Ne için? Bu fasit muamelenin şeriatının hakkı hürmet için büzütüşün lazım. Sadece büzmeyi bunun faydalanıp gidiverdim. Nini verdin aldın? Şeriatning haqqini bekor qilayotgan bo'lg'achqa bu makruh. Ammo bevos foydalanish uchun, masalan, namni yeyish, kiyimni kiyish, o'zi bevos foydalanish setib o'tmay, asl mushunda intifa qilishi mubah emas, harom. Befasid bo'lgan ekan. Nima uchun befasidda kirgan kirim xabis dedik. Bu xabisni iste'mol qilishing harom. Endi haram degandan keyin shariat buni foydalansang bo'lmaydi desa, xohlagancha buni foydalanib ketaversan bo'lmaydi. Buni asli foydalanmaslikqa qaytirib turishing lozim deydi. Va bu tasarrufat bilan intifoni ayirishi shunchalik ish. Yani oxir natija yana o'xshashdek chiqadi. Yani shu satgan pul, kirim haram demasa, mushunda qilishing haram dedi. Natijada. Lekin uni yeb foydalanishi harom ma'lum. Haram degandek bo'lding deydi. Anında setishing harom bo'ldi. Lekin kirim olib, anını yengillaydi. Bu bir daraja chambardan sirtiroq ishim. Sal jiroqlashgan. Lekin jumhur boshqa chiqaraydi. Lekin biz bu yerda o'shani mazmunni kitobdan nima demoqchi, qanday tahlil qilyapti shuni tushunishimiz lozim. Tufidul mulka bil qabd degan bir mazhab. Başqa mazhablar, Şafii mazhab, Hanbali mazhab la yufidul mulka bil qabd dedi. Maliki mazhab tovar qo'ldan tutilib yo'qolib ketgan bo'lsa yufidul mulk bo'ptan deyimiz dedi. Hanafi mazhabning yufidul mulka bil qabd fil bay' al fasid deganiga dalili sahihayndan muttafaqun alayh. Ma bosh dalil emas, mana diqqat qiling. Lima ruya. Lima ruya demaslar, lima rawat Aisha deyish lozim. Ma bu sahihdir muttafaqun alayh bo'lgan. Ha? Sayyid so'gan. Ama ruya deganida sayyidlik ba'zi ishlatadi. Lekin g'aliban unda sigat tamrid deb qo'lga bo'ldi. Shuna lima rawat عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم فاشترت وشرطت الولاء لهم ثم أعتقتها وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز العتق وأبطل الشرط متفق عليه.
Berira radıyallahu anha bu bazı kişilerin dedik gitti. Mukataba kılış arqılı hocalar bilan to'xtamlashib her yılda manç puldan pul ekep barsanız hör dediganga tutuşup Hazreti Ayşe'nin keşka ben bunda bir to'xtamlashdim. Şu kitaba qarallik pullarını to'lashdim ama bir yardım qilgan bo'lsangiz deb kelgan vaqtida Hazreti Ayşe her yılda manç puldan bir necha yildan keyin azat olacağım sizni setiliblam azat qilatmayman degandan keyin xo'jayinlari sizga sataylar siz setilib azat qilasizlar lekin mushqulni azat qilayotganlik huquqi azatgardilik huquqi emas bizning qo'limizda bo'lsa deb turibdi. Yani azatgardilik huquqi olsa mesela miras masalasi olsa miras qoldigan ajda manfaatlarga bog'lashlik foydali huquq. Rasulullah'a desa Rasulullah ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله فمن شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط deb Rasulullah xapolab siz setilib azat qilaverin innamal vala'u liman a'taq vala azatgardilik huquqi degan kim pulni azat qilsa shuni isbotlandi ha ma'qulab qo'ysa o'g'lining gapi emas baka u shart batil aqd sahih dedi nima aqd sahih an vajid dalal nima fa nabiy sallallohu alayhi vasallam ajaza al-itqa ma'a fasad al-bay' bil-shart mishada shart batil shart ma bunda bir batil shartni qo'yib turib qilgan savdo veya fasid bo'lish kerakda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mush bay'al fasidda azat qilib o'tishni kuchga ega dedi. Yani tasarrufat joiz bo'ldimi, bo'lmadimi? Joiz bo'ldi. Tasarrufat joiz bo'ldi. Sadaqalar setrasi joiz bo'ldi dedi-ku. Dal mana shuda. Ana Hanafi mazhabda bunda shart bilan bir so'liqqa avvalda tafsili bayon qilib buni uch turga ayirdi. Shartni mulaim, g'ayri mulaim degandek. Bu yerda g'ayri mulaim va Lakin bunda ahvalda bayal fasid bir şartıl batıl. Çünkü bu aş toxtamның tabiatiga zid qilgan. Endi Hazrat Ayşe radhiyallohu anha aş aqd fasid. Yani mazhabning nazarida mush aqd fasid qo, mush aqd fasidda tasarruf qildimi, qilmadimi qo'lga topshirib, bariyan topshirib olgandan keyin aqd qilib qo'ldan chiqaryaptimi? Tasarruf. Uyda tutib xizmat qildimi-da? Masalan, qo'ldan chiqaryapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizning mush qilgan azat qilishdan iborat mush ishingiz kuchga ega dedi. Undan keyin buni bildirdi. Aytqina hisob deganligi barira sizning mulkingizga kirgan deganini bildirdi. Bu o'zining mulki bo'lmagan dedekda azat qila olamda, qilolmaydi. Qala wa li anna rukn at-tamlik wa huwa qawluhu bi'at wa ishtarayt. Kama huwa aqli dalillar. Hadisne keldi hamda ma'quldan dalil keldi. Ana o'sha tovarga ega bo'lish uchun asosli arkonlar shuni tepiladigan usulda dedik. Masalan, siyg'arishadi. Bi'atu ashtaraytu degan nima bor? Ya'ni ash aql fasidda bi'atu ashtaraytu dedi. Sadara min ahlihi ikki tarafning to'liq salohiyati bormi? So'zi qiladigan salohiyati bor. Masalan, kishi bola emas, 5 yoshli bola ya saran bunda adam emas, ya mahjur alay emas. Salohiyati bor cho'ng odamlar. Va huwa mukallaful muhatab. Yani to'liq salohiyati bor kishilarning sodir bo'lgan siyg'a. Mudafan ila mahallihi. Yani bu nimaning sodisda qarta bo'ldi bu siyg'a desa, tovarni pul va tovarga qarta bo'ldi ama mahall desa al-mabi' deymiz. Va huwa al-mal, yani al-mabi'. Lakin mabi' va thaman desak bo'ldi. Nima uchun desa البيع مبادلة مال بمال متقوم. إذ الكلام فيهما. Çünkü biat ve iştirak degan gap so'z to'xtan nima ustida bo'ldi? Al-malayn. Al-mabi' va thaman. Fihima al-malayn, al-badalayn. Lakin hammamiz joyida bo'ldimi? Fayan'aqidu wasilatan lil-masalih. Lakin mush savdo hisob bo'ladi, savdo bo'ladi. Mush savdo orqali kishilar tovar almashtirib manfaatini qo'l keltirdi. Yani masalih mesela tamalluk. Vel fasadu anbiyada çatak bağlıdır. Veya fasidlik. Bu fasidlik nereden geldi? Lima'nan yücaviruhu. Bu koşumça bunda hemravlık hep kalgan malum bir çatak
qetib kelib qoldi buningga. Masalan, kal bay'i vaqtan nida. Masalan, jumaga azan to'lgan chaqda so'z qilganga o'xshash, bu sirtdan kelgan bir chataq. Kal bay vaqtida juma, Hanifi mazhabda hozir birinchi, ikkinchi azan deymiz-ku, birinchi azan bilan haromlik boshlanib ketadi. Jumhurning qarashida imom minbar ishib o'tirgan ikkinchi azan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagi birinchi azan bilan boshlanib ketadi. Yani bu Hanifi mazhabının karşısında bey'un mekruh tahriman, yani haram. Neticede bu soda haram. Şafii mazhabı mı? Haram. Soda, lekin haram değil. Şafii mazhab batıl mıydı? Mesela sahih, haram değil. Hanbali mazhabı batıl değil. Maliki mazhabda bundan buzultuş lazım bu sodanın, yani haram demek şey. Yani ulemalar haramlığı ittifakın, bu sodanın haram değilse ittifak. Bazı batılıydı, bazı da sahihun haramındaydı. وَالنَّهْيُ لَا يَنْفِلِ الْعِقَادَ بَلْ يُقَرِّرُهُ Maaşını kımma diyen bu olsa, bir çekimi geldi, tosaş geldi o, gelse bu aş işine kıysa, aş iş vücut çıkmaydı diyeni bilmeydi, bak kıpkas vücut çıkıdı diyen. Bak çayını içmediyse, içip kalsa iş vücut çıkıdı o. İçmez geldik, içse içirtiz kaldığını gösterdi. Bazı soğudunu kımmadı, soğudunu kıplarsa soğud oldu kaldığını gösterdi deydi. Ligi hesap olmaydıgan bolsa, amak şeyman okuma dese, Hanifi mazhabının karşıda bu gep külkülük gep kaldı, akıllı sığmaydıgan gep kaldı deydi. Yani muşu mesele hazır, ne verip takıda hazır, muşu talaş tartışlar, ahire usulü kaide ve nah yaktadi fesadül menhi anhu diyen meseleye verip takılıdı demek şey. Usulü kaide verip takılıdı. Li'ennehu yaktadi tasavvural menhi anhu vel kudra aleyh. Mani kımma diyenlek aşında bir işine kallımızda bir tasavvur kılış mümkün ve kılaydısı kılalaydı kallığını bildirdi. Ve kıysa aşışının vücut kışkırallığını bildirdi. لأن النهي عما لا يتصور çünkü eden tasavvur kıyılanmadan bir işini kımma deyiş ve an gayril makduri ve kılanmadan nasine kımma deyiş bu eyiplindiğen ya ki doğru olmadan bir iş. İlla ennehu fakat lan bu beyan fasidinde yufidu mülken habithen li mekanın nehy. Şu ayet hadislerde şeriat çekilgen boğaçka, şu şeklimi gelgen boğaçka kirim tavar qanday iyi oldu ise mülk habis şekilde iyi olan buldu. وَلِهَذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْقُهُ Şuna işkelenin qası biri büzüt alaydı soduna. O büzüt kerek, vacip. Caiz emas, büzüt işin kerek deymiz onu. Birisi mesela şeriatın ahkamlarını parva qılmay, ya bu sodunu qılman dep turasa birisi qo'ydigan. Şeriatdan Allah'dan qo'ydigan birisi ya bu çataqla qopman büzütma dep lan büzüt alaydı. Yani bu aqd caiz bo'lib qoldi, lazım emas. Lekin asosiyat bay sahih bo'lib qolsa, xiyar bo'lmagan holda oldim satdim desa, yanılmaydı. Aldım satdım da mesela şu gapni shunda uzib ayrılgandan keyin bo'ldi, so'rib ketdi. Ma'noda so'rib tutgandan keyin yana olaydi. Yenilish kerak. İzalatan lil khabathi ve raf'an lil fasad. Aşu şatatni yo'qotish lazım, mulkul habisni yo'qotish lazım ve bununki buzukni ko'tarib lazım. Ko'tarib, yo'qtirib, keyin ondan sahih şekilde uni so'tlish lazım. Ya'ni mana qarasa, bu yerda ashuni yandirish uchun cho'qim so't ko'rib qazidan oldiga. Qazining bu chatak so'diq qopdi, g'aram kelmandi, Allohdan qo'rqdim, buni qanda yeyma buni. Men yandirtay dedim, deb uni az qilib, o qazi xunumandina bu chatakkan yandiramanni majburlashgan. Aşağıdan yandirma dablan yandira oladi. Agar ikkili taraf bunda so'dini qildik va shu hisobni yanmaymiz deb chin turib oldi, lekin bu ma'lum sabablardan bir so'tchining qazining oldiga berib qoldi. Boshqa bir da'vo, boshqa bir ish uchun oldiga berib so'tchi mushu so'dining shunda shaklda tutganligini bilsa, qanday qildi? Bekor buzutidan. Buzutish lozim.
Uçakda iş kelgan tutuş boyunda kıygantıp da tura olamaydı. Bu zamanda bunu büzütüyor. Yani uçağın kadı iş kelgangi veli. Iş kelgan başka bir adam var. Mesela bir oğlu çatakşılık basa, mana yandıramanı diyendek dadısı, kaza kılınma, halkına anda bürüyalaydı o. Başında büzdürütüş lazım. Şeriatın hakkı. ويشترط قيام المبيع حالة الفسخ لأن الفسخ بدونه محال. أن qaytırıtılsa qaraymayız. Qaytırıtılgan çağda aş tavar sak bamı, olsa tavarını qaytırdık, pulunu aldık üstügüde. Tavar yoklap qalsa onu qaytıramaydı. فإن باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز. Yani kulağa tapşırıp alğandan keyin tasarrufat degan gap mush mana. Yecuz lahu tasarrufat dedi o. Yecuz lahu tasarruf. Fein ba'ahu. Bu bel fasitda bir narsani setib oldi. Setib olgandan keyin bu setib oluvchi o'zi ishlatmay bu nonni men o'zim yeysam bu aramga chataqganda birisi setdi. Ya unda demak foydalaman deb satdi. Ev a'taqahu ya pul olgan bo'lsa buni azat qilyapti. Yoki mukataba qildi, istilad qildi, masalan, tadbir qildi, ayna ishni qildi. Ev wahabahu ya birisiga hadiya beryapti, so'g'ri salom ishlatyapti. Jaza. Jaza deganga kuchga ega, kuchga ega. Majazullo bu deb ma shaklda emasdan kuchga hisobmi shu. Kuchga ega inovatlik degan. مش تصرفات الله حساب كشكيجة لمصادفة هذه التصرفات ملكه نمشن كشكيد ده مش توار أشهدن ملك بولدم من بالقبض بولد الملك وعند كن أشهد قلدن شخرا عليه ده وينا ومنع الفسق قلدن شخرا كان لكن الجركة بالفاسدنا قيترش ممكن بمايدا مش تصرفاتنا تلاش o'zining mulk holatida bo'ldi va o'sha qilgandan keyin asli fasid sodini bekor qilib o'tish mumkin bo'lmaydigan holat keldi. Aslimi fas mumkin bo'lsa qaytiradi, lekin mushuni qilib bo'lgandan keyin mumkinmi fas? Mumkin bo'lmaydi. Mumkin bo'lmagandan keyin biz buni bo'ldi hisob deyimiz deydi. وكذا كل تصرف لا يفسخ كالتدبير والاستيلاء. Men baya fasidni qilib bir dedakni setib olibdi, yo pulni setib olibdi. Setib olgandan keyin bir tasarruf qildi. Bu tasarrufni bekor qilib bo'lmaydigan tasarruf. Masalan, aytdim shundaqmi? Ayt azat qildim, ya'ni yana o'lish yo'q, bo'ldi ketdi. Shunga o'xshash at-tadbir shundaq. Yani mendan keyin qolsangiz siz azat, siz hur degan bo'lsa bo'ldi ketdi, atgan o'qni qaytirib qo'ymaydi. Og'zini ketdi. Bu odam o'sha xo'jayin o'lgan chaqda o'zligidan azat bo'lib ketadi. Buni yanılmaydi. Yanılmaydigan mushunda bir nima qilsa kuchga bo'lib ketdi. Ya şu vakati aynen ma'lum bir ahvolda u kishiningki o'zining turmushi qamdaydigani, qarzini to'laydigan nimasi bo'lmag'achqa endi ekan. Lekin normal ahvolda unda bekor qilayotgan bo'lmaydi. Ya'ni yeni bo'lmaydi unda. O'zidan ketdi, bo'ldi ketdi. Wal istilat bir dedakni setib olib, uningdan bir farzand ko'rsa, bo'ldi bu dedakni bo'lib ketdi, o'lib bo'lib ketdi. Bu erkinlikka bir qadam olib erkinlikning peshidan eslagan bo'ldi. Hamma bishkina xo'jayin o'lsam azat kirdi. Va ma yahtamilu al-fasxa kal-ijara. Endi ba'zi narsalar buni bekor qilayotgan bo'ladi. Ba'zi to'xtamlar bekor qilayotgan bo'ldigan. Masalan, bir uyni setib olib, yo bir mashina setib buni ijaraga beribdi, kiraga beribdi. Ijara to'xtamini hozir buzish mumkin. Fa innaha tufsahu bil a'zar. Çünkü bu ijara to'xtami ba'zi bir uzri bo'lib qolsa, buzutish qulay ish. Mashina aqdi fasl bilan sotilib, ijaraga bergandan keyin ijara bo'lib qolib g'ach yandirib olamiz. Allohdan qo'rqqandan keyin g'ach yandirib bu ishni chataqmoqni tugatadi.
Lekin akşiço u musulmon bo'lganki, men o'zimda bir haram ishni qilib qolibdikanman. Men bak qo'rqib qoldim, hozir qopolmayman buni. Yandırıp başka bir maşin taparsak onu doğru düşündü. Mümkün değil. Ve hâdâ uzr. Bu uzr yani haramdan kurtuluş için bunda bir işini kılış bu özrü orunda turgan iş. Ve rahnu yemna'ul fasqa. Yani bir nasını bir saatini mesela aklı fasitta setilip onu bir yerge rahnu koyup koyduk, gürügü koyup koyduk. Bu rana olup tuğan müddetçe bunu bika kılıp ötenmeymez. Fein adar rahn falahul fas. Kaçan ki rana koygayadım kılımızı elep, setuva uç kolu kaytıp elep, kolu bolsa şu çağdan onun fasık kılıp öteleydi o. Ve hâdâ li'enna naqda li raf'i hukmihi hakkan l'şşara. Nemi şu yandıysa? Çünkü bir yerde aşın bika kılıp öteş, bu şeriatın hükmü. Hakkun l'şşara'dan aşın. Ve hâdâ li'enna naqda yani fasık kılıp öteş ama li raf'i hukmihi haramdan kurtuluş için aşın bika kılıp öteş hakkun l'şşara. Şeriatın hakkı. Ve hâdî tasarrufat ta'allaka biha hakkul abd. Ve hâdâ li'enna naqda aşı rahnını bika kılıp öteş bu aslında şeriatın hakkı yani bu beyel fasidin bika kılıp öteş şeriatın hakkı o. Şeriat bunda kılmadı da biz kıttık şeriatın hakkı bunu emelden kaldırıştı. Lekin bu şey rahna ve kazala ve hadi tasarrufat ta'allaka biha hakkul abd. Rahniga atılgan bir bandının mesela. Şununki hakkı bağlanıp kaldı bununla. Biz mesela aşkanda tamak yedik, yani bunu pul sanmayalım çıktık. Çıkan iken pul bayana ki ekip birleşik olmaydı. Şu ama telefonumla siz koyup pul ekip birleşik, yani ki telefonu kitayesi makbuldu mu? Lekin bu telefonla veya fasil satılgan bolsak, bu rahniga tuğan müddetçe bu rahni buzuklan qaytırsa mani deyilmaydi. Nima uchun? Buni buzish, rahni buzish va buni bekor qilish shariatning haqiqati. Lekin rahni ovchi ashxonaning xo'jayinining haqqi buni bog'lanib qoldimi? Bog'lanib qolgandan keyin biz qaraymiz. Shariatning haqqi muqaddammi, bandaning haqqi muqaddammi? Buni ba'zi ulamolar shariatning haqqi muqaddam deyish mumkin. Bazısı bandının hakkı mukaddem deyiş mümkün. Yani hukukul ibad mebniye alel meşaha. Bandi degan hakkını o bir sınıfını da taşatlamaydı. Birisinin üstüne tik turdi bandi degan. Lekin Allah Taala Gafur Rahim. Ayında birilgan zat olgan ekan Allah kechirta deb bandinin olmasına bir taraf kılışqa aldın orunlu koymaz. Ne için bandiga aşına muhtaç, bir sınıfı muhtaç, pulga muhtaç, aşında bir aciz narsa. Allah Taala ona ihtiyacı yok. Lekin mağfiret kılıta değmez. Ve ennehu muqaddamun lima urif. Yani biz nurgan ahkamlarda hukukullah ve hukuk şeria muqaddam mı? Yani hukukul abd muqaddam mı? Diyen meselelerde biz devamlı hukukul abd muqaddam deb kelgan nur meselede sen bilib o'tgandan deydi. Ko'pincha ulamolar shu ayında ikkisini qolgan chog'da haqqul abd muqaddam deyish mumkin. Yoki ba'zi masalada ba'zi turli masalalarda haqqulloh haqqi shar muqaddam desa, ba'zi masalalarda haqqul abd muqaddam deyish mumkin. Haqqul abd muqaddam li'annahu da'if. İnşallah o'qitaylar. قال وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القيم. Ay bel fasıtta tavarını tapşırıp ağan günde yevme qabdihi tapşırıp ağan günde neç pulta şu narsa bazada şunu qaraymiz. Biz bir telefonla bel fasıt qo'limizga tapşırıp bulab buni gachi setvatdik yoki qanday qo'limizdan chiqarib etgan bo'lsak buni to'lab turgan chog'da setib olgan kunda biz qo'limizga tapşırıp olgan kunda bazarda neç pulta shu bahani to'lab turgan gap. Keyin to'lab bergan chaqdagi baho emas. Qo'limizga kirgan chaqdagi baho. O'tgan yili qo'limizga kirgan bo'lsa, bu yil to'lab turgan bo'lsa, o'tgan yilgi baho bo'yicha bozordagi baho bo'yicha to'lab turmaymiz. Bu yil o'sib ketgan bo'lsa, bu atlab bo'lguvchi kishiga ziyon bo'ladi. Yo'q, ziyon bo'lmaydi. Chunki bu
Sen mush ishni qilmadi tursa, qilding va chataq ishga dassiding, shu chaqdi chataq ishga dassigan chaqdiki baha baza bahasini hisoblaymiz dedi. Keyin o'sibkasi setib olgan bo'ldi. Mesela 300 dolar desek mesela hazırda mesela 5 ayın Amerika dolarının kıymetiyle hazır dolarının kıymetiyle okşamaydı. Dağlar mesela şu çağın dolarının kıymetiyle Shu chaqdiki. o çağ Mesela sizlar bizni qazirib turgan bo'lsalar, 300 dollar 10 yil burun qazirib turman, 300 dollarga 3 kal kiribdi o'chaqda. Unda hozir 300 dollarga ismi kelmagan bo'lsa, qazi qaytargan bo'lsa 300 dollar qaytardi. Yo 3 kal kiribdi, 3 kalning pulisini olma deyilmaylar. Burunqi vaqtda 3 koyga bir saat oltin kildigan vaqtlar desak, bir tilla kildigan vaqtlar desak, shu chaqda masalan mana shunda 3 koy qazi qolgan bo'lsa 3 koy qaytaradi. Rajih qarashda. Lekin qimmati degil olmaydi. O qimmati desak, bu pulning qimmatini bilan o'lchaymiz, bu bir mushkul. Hozir Misrda 2 yil burun mo'jiza berib turgan bo'lsa, hozir qaytib olmasin mo'jiza olamiz. Ya o chaqda dollar 500 koyda, 200 dollarda 200 dollar olmaydi qarаш. İmkan zavatl qiyam. Bazarda qimmati ma'lum narsa bo'lsa, qimmatini au misluhu imkan misliyan o'xshab qolsa, o'xshishdan bilan pasim bo'lardi. Nima uchun so'z bo'lgan tovar qo'ldan chiqib bo'lgan, u yo'q. Uning o'rniga ya qimmatini ya o'xshishini olib gap. Li'annahu kalqasb min haythu innahu manhiyun an qabdi. Bu yani Belfast'ta shu tovarni qo'lga topshirib elish bir jihatdan deymiz. Hamma jihatdan emas, bir jihatdan bu xalqning mulkini budan talab ishlatib olgan bilan o'xshash. Shuning uchun manda shaklda ma xalqning mulkini amma desa, hajji delib oldi. Bu xalqning mulkini bulab talagandek bir ahvolga o'xshab qiladi. Undan keyin birsin narsa bulablam o'lib ishlatib olsa, keyin nima talab qilgan gap? O'xshashni bo'lmasa bazarlik pul bo'yicha qimmatini to'lab berish lozim. İkisini birde ixtiloflashib qolsa, setragan kishi iPhone 5dan birini olgan sizdan, iPhone 5dan birini pullarga berma dedi. Sotuvchi, yo'q shu chaqda bahasi mana shu puldan pulurla. Al-wajib al-qiyma bu yerda desa, al-wajib al-qiyma. Pul sanab turgan. Chiqishga razı bo'lsa, xalqini pas bo'ldi. Walamma kana hada anma'u bir ta'lil, bir xil tahlil. Nima uchun shu qo'lga topshirib olsa, undan mulki bo'ldi deymiz, yana tahlil qilib. Walamma kana hada al-aqd da'ifan, mushu bayl fasl bo'lgan, fasad bo'lg'achqa bir ojizlik bor. Sog'lom emas bu. Bunda ojizlik bo'lg'achqa, limujawaratihi al-mufsid, bu so'zini anda buzutadigan sifat joyida bo'lmay qilishdak ahvol bo'lg'achqa, bu ojiz holatda bo'lg'achqa tavaqqafa ifadatul mulki al-qabd. Ya'da mulkning isbotlanishi qo'lga topshirib elishga qarashli qilib qoldi. Esbey sahih bo'lsa topshirib olmasimi, tovar oldim satdim degan so'zlardan ashadamning mulki bo'lib ketdi, seto'g'isi. Lekin ma'noda biz buni buzutish lozim. Bu musulmon bo'lgan keyin buzutam, bak muqimdimay turlar. Muqimdimay turib mumkin qadar buzilishga, yandiritishga yo'lni ochib qo'yib turgan. Shunda ko'plam tovar olishib bilan qo'lga chiqib qolsa, endi so'd bitib ketdi deymiz. So'd bitib ketganmi yandu deymiz buni. So'd bo'ldi, yandu deymiz. Lekin birisi yandumay buni qo'ldan chiqarib qolsa, bu chaqda hisob endi so'd bo'lib ketdi deymiz. Lekin ashi harom, gunohkor bo'ldi. Tavaqqafa ifadatul mulki alal-qabd kal-hiba. Bu so'da buzuq bir sifat, ashunda bir ahvollar bilan birlikka kechgan ojiz so'da o'g'achqa buni shu chaqda hisob bo'lib ketdi demaymiz. Qo'lga tovarni topshirib olgan chaqda ondan hisob bo'ldi deymiz. Xuddi birisiga hadiya bersa, hiba bersa, sizga mana berdim deyishidan u hiba bo'lib ketmaydi. Qachoniga qo'lga topshirgan chaqda taslim bo'lgan chaqda ondan kuchga ega bo'ldi. Chunki hiba endi ojiz narsadir. Yani erzak yemen, sizga nimadan bizni beray dedi. U ham bizni beray dedi. Lekin barmidi? Ba'dim do'qib barmidi? Yo'q. Lekin bu qachon qo'l ushunda topshirib bergan chaqda, hisob mana hiba chiqdi deydi. Mana nima shunda
Yani el-hibe la tumlak illa bil qab degan nima muayyanında. Ha? Bundan ki muşunga kıyas kılıvatılazı. Kel-hibe degeni nima ibarat? Kıyaslı ibarat. Bundan ki kolu tapşırıp ilişilen küçüyüp gidiyor, canlanıp gidiyor demiş ama bundan ki bir adam beye fasit kılıp tavarını kolu tapşırıp aldı. Ağamdan keyin bunu birisi setvetti deydi. İkinci soruda setvetiş sahih oldu. Mülkü mü? Mülkü. Sıyga kazanması caiz oldu mu? Oldu. Bundan sahih. Fasidden ikincisi fasid emas. Eğer fasid bo'lgan bir narsalar yana shu yana fasid qilsa fasid bo'ldi. Lekin to'g'ri, normal so'da qilsa so'da to'g'ri bo'laverdi. İkinci setvetkendan keyin boshqa saflardan qaytib olmaymiz. Qimmatdan keladi. Ha, baş satqa adam qaytirib olman desa, u narsani set qo'ldan chiqarayotgan bo'lg'achqa, yo'q, qimmatini to'laydi yoki mislini to'lab turdi. Yani shu qaytirish bor unda. Bu so'zdan zodi bekor qilish lozim. Qo'lni chiqarishimizda so'da kuchga yerda bo'lmasa. Chiqarayotgan so'da kuchga. Lekin bel fasidni biz kuchga ega deb bo'lgan bo'lsa ham bekor qilib yondiramiz. Ucada kıymetini duyurur. Ha, qimmatni yondirgan ekan, aqlni qaytirib oldi. Qimmatini to'lab berdi, bo'ldi, olmagan bergan bo'lib yo'lga ketdilar. Jasadning to'g'ri degan. Kuchga ega degan. O'zimiz bilan yo'qolganlikni satishdan do'dul pasloqatga yana ta'sir bo'lsa duo uchun mantiqlarni qabul qilmoqda. Yo'q, shu bayatın ikki tarafdan birisi yondirman deb qalsa majburan yondir. Agar unmayman desa qanday qildi? Qozoqning qashqan qo'lda yetlab o'pirangan. Menda chataq so'rib qilgan, men Allohdan qo'rqdim, yondirtayman desam, makshi unmadi. Yani qozoqning qanday yondiraman dedi endi. Endi ashunda yondirsa, adam ikkinchi qatam endi chataq so'rib qilmaydigan bir dars oldi. Bir yilni qilib so'rib qilib Hatice o'tağın bo'lsa, ziyon tortdi, jiqishli bo'lgan bo'lsa, ikkinchi qatam u va boshqalar ashunda chataq so'zni qilmaydigan bo'ladi. Öğrencilerin özellikle benim olacak. Bu so'zni olamiz. Bu narsaga o'sib tushib turishi tabiiy ahvol. Ha, o'sib ketishdan bir yil to'xtamay shu aksi bekor qilib o'tsam bo'lmaydi. Ha, shucha bekor qilib shariat bekor qilib deb tursa, bekor qilmay bir yil davomlashtirdi, istimror. Yani temadi fil batil denir. Bu aşa cheklangan ishni qildim deb boshqa gazga bas miniverdi. To'xtadi sonmay miniverdi. Yani bir yildan keyin bo'lsa to'xta deb to'xtamlashga adam to'xtashi lozim. Uning gapini olmasa qozoqning gezgisini tortib to'xtatadi. Bundan keyin ikkinchi savdo sahih bo'lsa, onun pulunu qilish chataq yo'q dedi. Lekin unda mazhab ashunda savdoni qilish harom dedi. Lekin kirimcho halol bo'ldi. Aslida tovarni qo'liga kirgan chog'da ishlatish mudda xabis va ishlash bo'lmaydi degan. Lekin setib uning puli kirsa, maq qilgan savdo harom ishni qildi. Lekin kiriming halol bo'ldi. Yani bu kirim pakilib kirgandek bo'ldi. Endi ikkinchi setib setib olgan tovar pak-pakiz halol bo'ldi. Nima uchun u to'g'ri bir savdo qildi. Yani o adamning o burun ishlari kim bilan do'konchiga kirib shu setib ma'non gap. Bu odam hech qanday bir chataq ish qilmadi, o'tib ketdi. Agar ikkinchi savdo fasid bo'lsa, ana masalan buzish ishida birinchi savdo fasid bo'libdi, buzish lozim dedi. Ham birinchi savdoni qilib buni setib ikkinchi bir savdoni qildi, buni fasid savdo qildi. İkincisi mi fasid oldu? Kanki bizden buzutmayı ve şimdi çok mangandak, babayken çoğandak, onun buzumaz. Ha, buzuş lazım. Lekin ikinci soğudu da tavarını koluğa alsın, ammusun buzuyutu veremez. Ya tavarını koluğa ap boğan, buzanmaysız diyemeydi o. Buzutuş lazım. Cezanı soğudu ise, hani bir mazhabın karşısında fasid kılıyordu. Demişim mesela bir tillağını iki tillağa almıştırdı desek, bu aslında almıştırış çıkıyordu tavar var, akideyn var, sıyğı var, hemmesi var. Lekin biraz bir vasf çata. Artık kem kılıp soğudlaşma bir cinsin bolsa degan bir nimaga xilop tutgan bo'ldi. Qolgan ham barkan bor, bu fasid bo'ldi dedi.
Nanki ikki tillani bergandan ikki tillasini qo'l qilish lozim, bir tillani bergandan bir tillasini qo'l qilish. Orni qo'lga topshirib olgan chog'da shariat manda topshirib amma desa unimay topshirib oldimi? Bu xuddi nimaga o'xshab qoldi? G'asb o'xshash. Haqning narsasini tartib ishlaganimda o'xshab qoldi. Lekin buni to'lab berishda shu narsa bo'lib qolsa o'zini qaytadi. U narsani ishlatib qo'ygan bo'lsa, qimmatini qaytarishi vojib bo'ldi. Ashadning gardida hozir qimmati qoladi deydi. Lekin mana bu vazir mo'shu ishlarga radal bayani shart qilib qo'ydi. Al-mulk bil qabd bo'lish uchun radal baya bo'lish lozim. Sotqichi rozi bo'lmagan shaklda yurib ketgan bo'lsa, uning mulki bo'lmaydi, g'asb bo'ldi. Vallohu a'lam bis-savab. Subhanallohi va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.